Vatandan kelgan uchurlar. Xitoy hukumati chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga tahdid solmoqda. 2021 yil 1-oyning 20 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Turkiyada o'qiyotgan yoki ishlayotgan Uyg'urlar Xitoy soqchilarining telefon so'roqlariga uchragan. Undan boshqa yana o'z tuqqanlarining undidor, telefon va kamera orqali qilgan so'roqlarga javob berishga qistalganligi ma'lum bo'ldi. Ularning kamera içib so'zlashga qistalganligi va soqchilarning so'rmoqchi bo'lganlari o'z tuqqanlarining eg'izi orqali so'rilayotganligi ma'lum. Bundaq ishlar 2-3 oydan beri davom qilayotgan bo'lib, ko'p kishilarda andisha va g'am tufaylidan psixikalik masalalar ko'rilishga boshlagan. Bir qism kishilar necha yildan beri ko'rishmagan va aloqa qilmagan tuqqanlari to'g'risida ozroq uchurga erishib, xo'shal bo'lishga ulgurmaylar, parda orqasidagi vahimdan qo'rqib, normal hayotiga ta'sir etgan va tuqqanlarining bexatarligidan texmo tashvishlangan. Xitoy hukumatining plani bo'yicha chet eldagi tuqqanlari bilan ko'rishayotganlarning so'zlarining ko'p qismi qizil tashviqot bo'lib, tuqqanlarga o'z ahvolini bak yaxshi ekanligi so'zlandi ekan. Masalan, necha yildan beri ko'rishamay seg'inib ketganligi va kompartiyaning yaxshilik qilib ko'rishtirayotganligi, shundaqla o'zlarining beyib ketganligi bayon qilindi ekan. Bu tuqqanlar yana chet eldagi tuqqanlarning ko'p savollarga javob berishga qistaydi ekan. Xizmat, o'qish uchuri, turishlik o'rin, kirim-chiqim ahvoli, ommaviy taratqulardagi hisobi, ismi qatorliqlarni so'raydi ekan. Xitoydagi soqchilar to'xtamay telefon qilib uchur so'rab va tuqqanlari ularning qo'lda ekanligini deb tahdid solgan ahvollar bor ekan. Ilgarinishicha, chet elda tuqqanlari bo'lgan Uyg'urlar chet eldagi tuqqanlari bilan ko'rishish yoki ko'rishtirish jihatda turlarga ayrilgan ekan. Ularning ichida bemalol ko'risha oladiganlar yoki ko'rishtiradiganlar va qat'iy ko'rishtirmaydiganlar bor ekan. Xitoy hukumati vatandagi bir qism joylarda Uyg'urcha kitob, material tarqatgan. 2021 yil 1-oyning 20 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, Sharqiy Turkistonning ba'zi joylaridagi bir qism oilalarga qaytadan Uyg'urcha material tarqatib, o'qishni vazif qilganligi ma'lum. Uyg'urlar hozir siyosiy o'rganish materiallari bilan boshqa kitoblarni birga ko'ra oladigan. Bu kitoblarning orasida bir qism romanlarmi bor ekan. Kishilar buningdan umidvor bo'lib, oldimizda taqdirimizda o'zgarish bo'lishi mumkin deb qaraydiganligi ma'lum bo'lmoqda. Ilgari Uyg'urlarning uydagi Uyg'urcha kitoblar yig'ib olinganligi xabar qilingan edi. Xitoy hukumati qatnash qoidasiga xilof qilgan Uyg'urlarni lagerlarga solaydi. 2021 yil 1-oyning 21 kuni Uyg'ur axborot markaziga kelgan uchurda bildirilishicha, aroq ichib mashina haydagan deyilgan bir Uyg'ur soqchi tarafidan tutilgandan keyin lagerga yo'llab berilgan bo'lib, lager oshxonasida 3 oy ishga solingan. Ma'lum bo'lishicha, bundaq lagerlarning oshxonasida ishlaydiganlarmi ma'lum sabablar tufaylidan tutilgan Uyg'urlar ekan. Uyg'urlar haqida dunyoviy xabarlar. Xitoy jasuslari Afg'onistonda saxta Uyg'ur terrorchilari paydo qilishga urindi. Qahraton qish to'rining 14-yanvardagi xabarga qaraganda, Afg'onistonda saxta Sharqiy Turkiston islom harakati qurmoqchi bo'lgan 10 Xitoy jasusi Afg'oniston doiralar tarafidan qo'lga olinib, Xitoyga qo'g'langan. Xabarda ko'rsatilishicha, 10-dekabr Afg'onistonda qo'lga olingan 10 Xitoy jasusi ichidagi Li Yankang Xitoyning yuqori darajalik axborot xodimi deb qaralgan bo'lib, uning uyidan qurol-yarog', o'q-dori va zaharli chekimliklar topilgan. Afg'on hukumati tarafidan qo'lga tushgan bu Xitoy jasuslari dastlabida Taliban bilan aloqa qilganligi uchun ayblangan bo'lsa-mu, tekshirishning davomlashishiga ergashib, bu Xitoy jasuslarining asli maqsadining saxta Sharqiy Turkiston islom harakati qurmoqchi bo'lganligi o'tirg'i chiqqan. Xitoyning kishilik huquq tafsirchiligini kuchaytirayotganligi e'lon qilindi. Amerika ovozi to'rining 15-yanvardagi xabarida deyilishicha, Angliya parlament a'zolari Xitoyning Xitoy hukmronligi ostidagi barliq joylarda kishilik huquq tafsirchiligini kuchaytirayotganligini ilgari surgan.
Angliya Kishilik huquq tashkilotining yangi doklatiga asoslanganda, Xitoy Kommunistik partiyasining kishilik huquq vaziyati yaqinqi 5 yildan beri zo'r darajada nacharlashgan bo'lib, Xitoy hukumatı Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilikdan tortib, Hong Kongdagi demokratiyani rayimsizlarcha bostirishga qadar yangi vositalarni qo'llanib, ko'zitish texnikasini taraqqiy qildirish orqali nazorat qilishni kuchaytgan. Doklad yana Xitoyning Shizandagi bostirishni kuchaytirayotganligi va Hong Kong to'g'risida Xitoy Angliya Birlashma Xitobnomasiga og'ir darajada xiloflik qilganligi tilga ilingan bo'lib, Xitoyning yerlik, sistemalik, keng ko'lamli qiynashlari ko'rsatib berilgan. Lager shoiri Gulbahor Xotivoji lager kechirmishlari haqida kitob yozib nashr qildi. Fransiya 24 to'g'rining 16 yanvardagi xabarda deyilishicha, Xitoyning jazo lagerda 3 yilni o'tkazgan, Xitoyning to'zoq qurishi bilan Fransiyadan Xitoyga qaytib qo'liq elinish, so'roqqa tortilish va xo'rinishga uchragan Gulbahor Xotivoji lager kechirmishlari bayon qilingan asarni Fransiyada fransuz tilida e'lon qilgan. Xabarda deyilishicha, Gulbahor Xotivoji 2016 yili Xitoydagi o'zi ilgari ishlagan shirkatning pensiyaga chiqish rasmiyatiga imzo qo'yishni kuchlik talab qilishi bilan Sharqiy Turkistonga qaytgan va qo'lga ilingan. 3 yillik jafoliq turmushdan keyin Xitoydan qutulib Fransiyadagi oilasi bilan jam bo'lgan Gulbahor xonim o'zining yangidan fransuzcha nashrdan chiqqan kitobida Xitoyning so'roqqa tortish, qiynash, och qo'yish, meni yuyish va o'z boshdan kechirgan yoki shohid bo'lgan majburiy tug'mas qilib etish qatorliq razil qilmishlarni tafsiliy bayon qilgan. Angliya kishilik huquqni dafsanda qilguvchilar bilan savdo kelishimi imzolamasligi kerak. Reuters agentligining 17 yanvardagi xabariga qaraganda, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Angliya hukumatining kishilik huquqni dafsanda qiladigan davlatlar bilan savdo qilmasligi kerakligini o'tirib qo'ygan. Oldin Raab Angliya shirkatlari qarta yangi tuzumlarni yo'lga qo'yib, Sharqiy Turkistonga munosabatli tovarlarni sotib olishning oldini olish uchun tirishadiganligini aytgan. Xabarda yana bir qism Angliya parlament a'zolarining parlamentning yuqori palatasida irqiy qirg'inchilik bilan shug'ullanayotgan davlatlar bilan bo'lgan savdo kelishimini to'xtatish huquqining berilishi to'g'risidagi takliflarni o'ylashadiganligi tilga ilingan. 2022 yildagi Xitoy Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish chaqirig'i rad qilindi. Amerikadagi Sprout White gazetining 18 yanvardagi xabariga qaraganda, Kanada Olimpik komitetining bosh kotibi David Shoemaker Xitoydagi kishilik huquq vaziyatidan andisha qilayotganligini e'tirof qilgan bo'lsa-mu, lekin 2022 yillik Xitoy Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilish to'g'risidagi fikrlarni rad qilgan. Bir qancha davlatlarning siyosatchilari Xitoyning Hong Kong va Sharqiy Turkistondagi kishilik huquq dafsanchiligi tufayli 2022 yili Xitoyda o'tkaziladigan qishliq Olimpik tanarkat musobaqasini boykot qilishga chaqirgan. Xabarda yana Uyg'ur, Tibet, Hong Kong va Xitoy demokrat guruhlari vakillari Xalqaro Olimpik komitetining mas'ullari bilan ko'rishib, 2022 yillik Olimpik tanarkat musobaqasining o'tkazilishini talab qilganligi tilga ilingan. Xitoy Kommunistik partiyasi yurgizgan irqiy qirg'inchilik. Mike Pompeo. Xitoy Kommunistik partiyasi boshqa mustabid hokimiyatlarga o'xshashla insonning hayotini azaldan qadrlab boqmagan. Bu hol uning cho'ng sakrab ilgirlash, madaniyat inqilobi, Tiananmen maydoni qirg'inchiligi, Tibet va Falun Gongsi murtlarini necha 10 yillab bostirish jarayonida Xitoy hokimiyati ostidagi xalqlarga elib kelgan qo'rqinchli baloy ofatlardan ma'lum. Shundoq bo'lishiga qaramay, erkin dunyo bu qonliq tarixga ko'nib ketdi. Biz sukut qilib turganligi muddatda Xitoy Kommunistik partiyasining sarxillari o'z hokimiyati ostidagi xalqlarga qarta kishilik huquq dafsandichiligi yurgizishni davom qiladi. Biz bu xildagi razillikning davomlashishiga yo'l qo'ymaymiz. Astoydil o'ylangandan keyin bugun men shuni jakarlaymanki, Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarligi va kontrolligi ostidagi Xitoy Xalq Jumhuriyati Uyg'urlarni asos qilgan holda Qozoq va Qirg'izlarni o'z ichiga olgan Sharq Turkistonlik Uyg'urlarga va dinga e'tiqod qiladigan boshqa millatlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizyotdi. Bu jakarnoma butkul yer shari miqyosida ko'p yillik inechkilik bilan tekshirib tadqiq qilishimizning, hukumatlardan va g'ayri hukumatlardan tashkil topgan sheriklarimizning bu qo'rqinchli tushni isbotlashining, shundaqla davlat majlisidagi har ikki partiyaning qo'llashining natijasidir. Xitoy Kommunistik partiyasi 2017 yildan e'tiboran Sharq Turkistondagi 1 milliondan ortiq xalqni
qayta tarbiyalash bahonasi bilan lagerlarga yig'ib oldi. Bir necha oy yoki bir necha yil davomlashgan qora quyuq tutqun qilish zamonimizning bu gulag rayonida odatdagi hodisaga aylanib qoldi. Lager shohidlari lagerlardagi bosqinchilik qilish, majburiy emgakka selish, tok so'qqizib jazolash orqali majbur iqror qildirish va noma'lum sabablar tufayli o'lib ketish qatorliq fojialarga guvohlik berdi. Lager sirtidagi Uyg'urlarning holining buningdan yaxshiroq bo'lishi natayin. Sharq Turkiston navbatda George Orwell tasvirlagan nazorat davlatining amaliyotdagi bosiga aylanib qoldi. Xitoy Kommunistik partiyasining qo'rsoqdagi bolani majbur tushirib etish va ayollarni tug'mas qilib etish qilmishi mening Sharq Turkistonda qilinayotgan jinoyatlarni irqiy qirg'inchilik saviyasiga ko'tarildi deb qaror chiqarishimning asosidir. Bolayotquga majbur o'zik selish qatorliq homildorlikni to'sish tadbirlarimi mavjud. Lager shohidlaridan biri ular bizni millat sifatida yo'q qilib etmoqchi degan edi. Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'ur qiz ayollarni Xitoylar bilan to'ylashga majburladi. Uyg'ur farzandlarini oilasidan ayirib etdi. 2018-yildan 2019-yilgacha bo'lgan mezgilda Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbati 24% tuvallab ketdi. Bu mezgilda butkul Xitoy miqyosidagi tug'ilish nisbati aran 4.2% tuvalladi. Irqiy qirg'inchilikning har qandig'ining nishonga elingan to'pqa zaharli gaz qo'yib bergan bo'lishi yoki nishonga eling'uvchi to'pni o'q tutgan bo'lishi shart emas. Xitoy Kommunistik partiyasi Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik elib berish harakatida Kommunistik partiyaning amaldorlari xalqaroliq kuzatuvchilarning Sharq Turkistonda chekilmasiz holda tekshirish elib berishni rad qilib, mazkur rayondagi kishilik huquq dafsandajliklariga oid ishonchli xabarlarni yolg'onga chiqardi. Xi Jinping rejimi lagerlarni yerli xalqni tarbiyalash, terrorlikqa qarshi turish va nomrodlikdan qutuldirish uchun zarur vosita deb oqladi. Kommunistik partiyasi hatto Uyg'urlarning tug'ishini cheklash qilmishini ayollarga huquq berganlik deb tashviq qildi. Ishning haqiqati buningdan necha hassa vahimilikdir. Xitoy xalqining Uyg'urlarni bostirishi boshqa dinga e'tiqod qiluvchi xalqlarni bostirganga o'xshashla, uning Uyg'urlarning e'tiqodini, madaniyatini va nupusini yo'q qilib, Uyg'urlarni xitoylashtirish tirkishining amaliyatidir. Amerika bu dahshatlarni oshkorlashda, bu jinoyatlarni ishlayotganlarning mas'uliyatini surishtiq qilishda dunyoga yetakchilik qildi. 2019-yil mart oyida biz Kanada, Germaniya, Gollandiya, Angliya qatorliq davlatlar bilan birlikda Birlashgan Davlatlar Tashkilotida o'tkazilgan bir qancha faoliyatga sahibxonlik qilib, insonlarning izzat hurmatiga qilingan bu keng ko'lamli qabih hujumdan dunyoni ogohlantirdik. Biz Amerikaning ta'minlash zanjirining Uyg'urlarga qartilgan majburiy emgakka yontoyoq bo'lmasligini kapolatga ega qilish uchun tirishchanlik ko'rsatdik. Biz Sharq Turkistondagi bostirishda qo'li bor bo'lgan yuqori darajali kompartiya rahbarlariga jazo yurgizdik. Biz yana Sharq Turkistonda yuz bergan bostirishni irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb atagan tunji davlatmiz. Amerikaning tunji qatimliq davlat ishlari sekretari Thomas Jefferson mundaq deb yozgan edi. Kishilar ko'pchiligi dumbisida egar bor holatda tug'ilgan emas. Va yoki ozg'ina kishilar Tangrining marhamati bilan egar ustida o'ltirib, otni o'qiydigan to'mir bar o'tik kiygan holatda tug'ilgan emas. Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik harakatlari Sharq Turkistonga munosabatli bo'lmasdan, bu xil harakatlar yana Amerikaning qurg'uvchilari tashabbus qilgan insoniy qadr-qimmatga xilofdir. Amerika Sharq Turkistondan kelgan echinishlik yig'i ovozlariga qo'shib, natsist Germaniyasi, Ruanda, Bosniya va Darfur qatorliq irqiy qirg'inchilik yuz bergan joylardan qaytgan aks sadolarni anglamoqda. Men boshqa barliq davlatlarning shu echinishlik yig'i ovozini va aks sadolarni anglashini, bu asrning qoridagi hisoblangan Xitoy Kommunistik partiyasining irqiy qirg'inchiligiga va insoniyatga qarshi ishlagan jinoyatlariga qarshi guvohlik berishni umid qilaman. ...2021 yil 1-oyning 19 kuni Washington. Amerika Qo'shma Shtatlari kishilik huquqni og'ir darajada dafsanda qilguvchilarning mas'uliyatini surishti qilishda dunyoga boshlamchilik qilib keldi. Amerikaliklar Nürnberg sotidan tortib 1948-yildagi irqiy qirg'inchilik ahdnomasiga, shundaqla atalmış Iroq Suriya islom davlatining yaqinqi mezgilda Yazidlarga, xristianlarga va boshqa diniy e'tiqodga ega xalqlarga qarshi yurgizgan irqiy qirg'inchilikgacha bo'lgan zo'ravonliklarga nisbatan razillik tarafidan ovozi bo'g'ilganlarning tarafdori bo'ldi. Haqiqatni qonun bo'yicha idora qilishni va adolatni tashabbus qilguvchilar bilan bir safda turib keldi. Biz hargizmi biror xalqaro sud mahkamasining, ko'p partiyalik yoki ko'p davlatlik organ, tashkilotlarning majburlashi yoki o'z davlatimizdagi siyosiy andishalar sababli bundoq qilmadik. Balki
haqsizlikka uchirg'uvchilarning tarafdori bo'lish to'g'ri bo'lganligi uchun shundoq qildik. Hukumatimiz o'tgan 4 yilda mengi yuyish va vahshiylarcha kuch ishlatish orqali o'z hokimiyati ostidagi xalqlarni uzoq yillardan beri dafsanda qilib kelgan Marksizm-Leninizm ideologiyasining dalsiga o'tib olgan Xitoy kommunistik rejimining abdi bashirisini echib tashlab, bu rejimni uningga loyiq nomlar bilan atab keldi. Hukumatimiz Xitoy Kommunistik partiyasining Sharq Turkiston zaminida yashaydigan Uyg'ur musulmonlari ustun yurgizayotgan razil siyosatlarga alohida diqqat og'dirib keldi. Biz har qanday diniy e'tiqodga ega to'plamlarga doimo qattiq dushmanlik bildirib kelgan Xitoy Kommunistik partiyasining Uyg'ur qatorliq diniy e'tiqod qilguvchi xalqlarga qarshi bargancha kuchaytirayotgan zulmlarni diqqat bilan kuzatib keldik. Xitoy Xalq Cumhuriyetining Sharq Turkistondagi vahshiyona harakatlarini echib beradigan qo'limizdagi dalil paketlar Sharq Turkistonni idora qilayotgan yerli Xitoy hukumatining necha 10 yillardan beri Uyg'urlarga va Qozoq, Qirg'iz qatorliq diniy e'tiqod qilguvchi xalqlarga qarshi yurgizib kelayotgan zulmini 2017-yil mart oyidan e'tiboran kuchli ravishda oshirganligini isbotlaydi. Xitoy Uyg'ur musulmonlarini farqlantirish va ularni ta'qib qilish uchun loyihalangan haddidan ziyoda axloqsizlikqa to'lgan g'oyat zo'r ko'lamdagi dafsandichilik siyosati orqali Uyg'urlarning sayohat, ko'chmanlik, ma'rif erkinligi cheklimi qo'yib, yig'ilish, so'zlash, ibodat qilish qatorliq aqalli inson huquqlarini cheklab keldi. Xitoy Xalq Cumhuriyeti Uyg'ur ayollarini majburiy ravishda tug'mas qilibdi. Qo'rsoqdagi bolalarni tushirib yo'q qildi. Uyg'urlarni yot millatlar bilan to'y qilishga majburlab, Uyg'ur farzandini oilasini ayirib etdi. Xitoy Kommunistik partiyasining amaldorlari xalqaro kuzatuvchilarning Sharq Turkistonni ziyorat qilishiga yo'l qo'ymadi. Sharq Turkistonda ahvolning nacharlashayotganligiga oid ishonchli xabarlarni yolg'onga chiqarish bilan bo'ldi qilmasdan, Uyg'urlarning yaxshi ma'rif tarbiyasi bilan baxtli yashayotganligi, o'zining terror qarshi turib ayollarning huquqini kuchaytirayotganligi, Uyg'urlarni namratlikdan qutuldirish ko'yida bo'layotganligi qatorliq quruq safsatlarni bozorga soldi. Shuning bilan birga Xitoy kommunistik rejimi o'z hokimiyati ostidagi xalqlarga vahima solg'uchi uchurlarni tarqitib, Uyg'urlarni zarlik o'sma deb tasvirladi. Junxo Xalq Cumhuriyeti Kompartiya kadrlarini zarb berish harakatiga sadoqatmanlik bilan ishtirok qilishga rag'batlantirib, ularga ziroatlar orasiga yushirinib olgan yovi o'chaplarni birma-bir yulib yo'q qilaman desangiz yo'q qila olmaysiz. Ularning hammasini tub yiltizni yo'q qilish uchun ximiylik dori chekish kerak deb yo'l yo'riq berdi. İttifoqdosh davlatlar natsistlar jazo lageridagi dahshatlarni oshkorlagandan beri hargiz qayt yuz bermasin so'zi madaniyatlik dunyoning bu xildagi kulfatlarga qarshi chaqirig'i bo'lib kelgan edi. Bir yerginishlik jinoyat bizning o'tmishda ko'rganimizdan farqli bo'lib qolganligi uchunla uning yerginishlikligi tuvallab qolmaydi. Shu vajidan bugun men tuvandikilarni qaror qildim. Birinchi, men qo'lga tushirgil bo'ladigan dalil isbotlarni inechkilik bilan tekshirib tadqiq qilgandan keyin Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarligi va kontrolligi ostidagi Xitoy Xalq Cumhuriyetining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan holda Uyg'urlarga va diniy e'tiqod qiladigan boshqa millatlarga qarshi jinoyatlarni ishlash orqali insoniyatga qarshi jinoyat ishlaganligini jakarlashni qaror qildim. Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari 1 milliondan ortiq insonni xohlagancha tutib so'lab, ularni erkinlikdan mahrum qo'yish va qiyin qistoqqa elish, majbur holda tug'mas qilib etish, majburiy emgak selish, xalqning diniy e'tiqod erkinligi, so'z erkinligini va harakat erkinligini qattiq cheklash qatorliqlardan iborat. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyingi Nürnberg sudida urush davridagi qirg'inchilik yurgizuvchilar insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi deb ayblanib sudga tortilgan bo'lib, shu davrdagi qirg'inchilik yurgizuvchilar ishlagan jinoyatning aynisi Sharq Turkistonda bugun yuz beryapti. Ikkinchi, qo'lga tushirish mumkin bo'lgan dalil paketlarni inechkilik bilan tekshirib tadqiq qilgandan keyin men shuni jakarlaymanki, Xitoy Kommunistik partiyasining rahbarligi va kontrolligi ostidagi Xitoy Xalq Cumhuriyeti Sharq Turkistondagi Uyg'ur musulmonlarga va boshqa musulmon xalqlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yurgizyapti. Men bu irqiy qirg'inchilikni davomlashyapti deb qarayman. Shundaqla biz Xitoy Kommunistik partiyasi davlatining planliq ravishda Uyg'urlarni yo'q qilib etishga tirkishayotganligiga shohid bo'lib turmoqdamiz. Dunyodagi ikkinchi kuchli iqtisodga, askariy kuchga ega bo'lgan, siyosatning kuchli bo'lgan Xitoy davlatini boshqarayotganlar o'z davlatini dunyoga liderlik qilg'uch davlat deb jar selib, xalqaro sistemini o'z xohishi bo'yicha qayta qurib chiqishga tipirlayotgan bo'lsa-mu, ular o'zlarining majbur ravishda osmosiya siyosati yurgizayotganligini, oqibatda diniy e'tiqod qilg'uvchi ojiz bir millatni yo'q qilib etish uchun tirkishayotganligini aniq ravishda ifodaladi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy Xalq Cumhuriyetini o'zi qora qo'yiq tutqun qilgan barcha shaxslarni darhol qo'yib etishga, tutib turish lagerlarini darhol taqashqa,
kishilarni uylariga band qilishdan qo'li uzishga va majburiy emgakka xotim berishga, majburiy tug'mas qilib etish, majburiy homil tushirib etish, majburiy tug'ut cheklash va bolalarni oilasidan ayirib etish qatorliq majburiy ravishda nopusni kontrol qilish qilmishlaridan qo'l uzishga chaqirdi. Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy Xalq Jumhuriyatini insonlarni har xil shaklda qiyin qistoqqa elishni yenishga, lagerlarga so'nalganlarni xorlashni to'xtatishga, Sharq Turkistondagi va Xitoyning har qanday yerdagi Uyg'urlarga va boshqa dinga e'tiqod qilguvchi xalqlarga ziyonkashlik qilishdan qo'l uzishga, Sharq Turkistondagi Uyg'urlarga va zulm ko'rgan boshqa millatlarga sayohat qilish va ko'chman bo'lish erkinligini berishga chaqirdi. Biz yana yuqorqidek jinoyatlarni yurgizishda mas'uliyati bo'lgan shaxslarni javobgarlikka tortishda barcha qonuniy gavdalarni Amerikaning bu vaqtdagi tirishchanligiga hamdamda bo'lishga chaqiramiz. Men Amerika Davlat ishlari mahkamasini Sharq Turkistonda yuz berayotgan jinoyatlarga munosabatlik dalil isbotlarni to'plashga va tekshirishga yetakladim. Shundaqla qonun yo'l qo'ygan doirada mazkur dalil isbotlarni munosabatlik organlarga va xalqaro jamoatchilikka yetkazdim. Bu jihatda Amerika so'z va amaliy harakatda bo'ldi. Sharq Turkistondagi zulmga riyosatchilik qilgan Xitoy Kommunist partiyasining amaldorlariga va bu zulmga hamdam bo'lgan Xitoy davlat igiligidagi korxonalarga qarshi jazo yurgizdi. Amerika Xitoy Kommunist partiyasining va bosh rais Shi Jinpingning gungalashtirish, o'z sanamiga dastish va majburlash vositalari orqali yushirishga uringanlarni echib tashlash uchun butun kuchi bilan tirishdi. Beijingning Sharq Turkistonda qilgan jinoyatlari Uyg'urlarga, Xitoy xalqiga va dunyoning har qaysi joylaridagi madaniy xalqlarga qilgan haqoratdir. Biz Xitoyning jinoyatlariga sukut qilmaymiz. Agar Xitoy Kommunistik partiyasining o'z puhrasi hisoblaydigan xalq ustidan irqiy qirg'inchilik yurgizishiga yo'l qo'yilsa, Xitoy Kommunistik partiyasining yaqin kelgusida texmi qop yuraklik bilan erkin dunyoga qarshi nimalarni qiladiganligini tasavvur qilib boqaysizlar.